2026 Chevrolet Matiz ideal ixcham shahar avtomobili bo'lib kundalik hayotda qulaylik, tejamkorlik va ishonchlilikni birlashtiradi. Bu model ko'chada harakatlanish uchun juda mos bo'lib tor yo'llarda oson boshqariladi va to'xtash joyini topishda hech qanday qiyinchilik tug'dirmaydi. Tashqi ko'rinishi zamonaviy chiziqlar, shinam kontur va energiyaga to'la siluet bilan yaratilgan bo'lib, yosh haydovchilar va shahar hayotini sevuvchilar uchun juda jozibali. Faralar yorqin va samarali yoritishni ta'minlab kechqurun haydashni osonlashtiradi. Radiator panjarasi esa avtomobilga o'ziga xos uslub beradi. Ichki makon funksional va qulay bo'lib, 2026 Matizda o'tirganingizda darhol qulay muhit seziladi. O'rindiqlar ergonomik tarzda joylashtirilgan bo'lib, uzun safarlar davomida ham charchoqni kamaytiradi. Salon ichida yetarli joy bo'lib, kichik oilalar yoki shaxsiy foydalanish uchun juda mosdir. Markaziy konsolda joylashgan multimedia tizimi sensorli ekran orqali boshqariladi va u Bluetooth, USB ulanish imkoniyatlariga ega bo'lib, smartfoningizni oson ulashga yordam beradi. Bundan tashqari Matizda konditsioner tizimi mavjud bo'lib, haroratni qulay darajada ushlab turadi va yo'lovchilarga yoqimli muhit yaratadi. 2026 Chevrolet Matiz dvigateli kichik sigimli bo'lsa ham juda samarali ishlaydi va past yoqilgi sarfi bilan xarajatlarni sezilarli darajada kamaytiradi. Bu shahar ichidagi tirbandliklarda ham silliq harakatni ta'minlab beradi va tez javob beradi. Avtomatik uzatma qutisi boshqarishni osonlashtiradi hamda yorug'lik tezlikda qulaylik bilan harakatlanish imkonini yaratadi. Suspensiya tizimi yo'l notekisliklarni yutadi va shovqinni kamaytiradi, shuning uchun salonda jimlik va farovonlik saqlanadi. Xavfsizlik jihatdan 2026 Matiz zamonaviy tizimlar bilan jihozlangan bo'lib, ABS tormoz tizimi, barqarorlik nazorati va havo yostiqlari haydovchi hamda yo'lovchilarni himoya qiladi. Parkovka sensori va orqa kamera tor joylarda to'xtashni ancha osonlashtiradi va xavfsizlikni oshiradi. Bu avtomobil oilaviy foydalanish uchun qulay va ishonchli transport vositasidir. Bagaj bo'limi shahar xaridlar uchun yetarli bo'lib, orqa o'rindiqlarni buklaganda katta yuklarni joylashtirish imkonini beradi. Ichki yoritish, shinam panel va ergonomik boshqaruv elementlari haydovchiga qulay tajriba beradi. 2026 Matizning ixcham o'lchamlari va samarali ishlashi uni har kuni foydalanish uchun ideal variantga aylantiradi. Videoni tomosha qilayotganda barcha funksiyalarni diqqat bilan kuzating va o'zingiz uchun eng to'g'ri qarorni qabul qiling. Agar siz hali obuna bo'lmagan bo'lsangiz, Tarmax kanaliga obuna bo'lishni unutmang, chunki bu yerda sizni avtomobillar haqida foydali ma'lumotlar kutmoqda. Izohlarda o'z fikrlaringizni qoldiring va qaysi model haqida keyingi videoni ko'rmoqchi ekanligingizni ayting. Rahmat tomoshabinlar sizning qo'llab-quvvatlashingiz uchun. 2026 Chevrolet Matiz sizning harakatlaringizni osonlashtiradi va shahar hayotingizni yanada qulay qiladi. Haydashdan rohat oling va qulay yo'l tilaymiz.